Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Topdagi barliq qarindoshlar, Allohning salom va mag'firati barakat bo'lsin. Qarindoshlar, cho'ng gunohlar darsimizni yana boshlaymiz. Bugungi dars 21-cho'ng gunoh iffetlik ayollarga qarshi chaplash. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo bu vaqtda Sura Nurning 23 va 24-oyatlarda bundoq deydi. Yomon ishdan bexabar iffetlik mo'min ayollarga qarshi chaplaydiganlar dunyo va oxiratda cho'qim la'natga uchraydi, ya'ni Allohning rahmatidan yiroq qilinadi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida ularning tillari, qo'llari va putlari ularning qilmishlaridan ularning ziyniga guvohlik berdi deydi. Ondan başqa Sura Nurning 4-oyatida bo'lsa Alloh taolo iffetlik ayollarni zina bilan qarlagan, buning rostligiga odil 4 guvohchini keltirolmagan kishilarni 80 darra uringlar. Ya'ni birovga zina bilan tuhmat choplagan har bir odamni qamcha va shuningga o'xshash narsalar bilan 80 ni uringlar. Chunki ular afife ayollarga yolg'ondan tuhmat choplagan va kishilarning obro'yini to'kkan odamlardir. Ularning guvohligini ular yolg'onchilik va tuhmat choplash maydonida chin turadiganlar bo'lsa, hargiz qabul qilmanglar. Ular fosiqlardir, ya'ni ular bo'hton choplashdan iborat cho'ng gunohni ishlaganliklari uchun Allohning itoatidan chiquvchilardir deydi. Mana bu yerda iffetlik ayollarga qarshi chaplashning nihoyatda og'ir cho'ng gunoh ekanligi aniq qilib Qur'oni Karimda bayon qilinadi. Shuningga qarindoshlar, bu masalaga alohida diqqat qilishimiz kerak. Alloh taolo bu oyatda iffetlik hur, ya'ni azat zina ve payişidin pak ayolga tuhmat qilgan kishining dunyo va oxiratda la'natga uchraydiganligini, shundaqla qattiq azobga duchor bo'lganligini bayon qilgan. Qur'on Karimda o'zining dasturida bayon qilgan. Dunyoda uningga 80 darra uriladi. Ya'ni bu dunyoda ashunday odamni 80 darra uradi. Gerçi o adil kishi bo'lsa-mu, guvohligi qabul qilinmaydi. Sahih-ul Buxoriy ve Sahih-ul Muslim'de rivayet kılınan bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halak kılıcı 7 çoğun günahtan saklananlar degen ve o günahlardan birinin yaman işten bexabar iffetlik mümin ayollarga qarshi chaplash ekanligini bayon qilgan edi. Burun o'rganganmiz. Shuningga iffetlik yaman ishlardan xoli bo'lgan yaxshi ayollar qarshi chaplashning og'ir gunohligi Qur'on va hadislarda aniq bayon qilingan. Qarshi chaplash nomahram, ya'ni o'ziga yot bo'lgan hur va iffetlik musulmon ayolga zinaxo'r, fohisha, buzuq deganga o'xshash so'zlarni qilish yoki uning eriga buzuq xotinning eri deyish, o ayolning o'g'liga yoki qiziga haramzada buzuq xotinning bolasi deyish qatorliqlar qarshi chaplash kirdi. Iffetlik ayollarga qarshi chaplash kirdi. Mana bu qarindoshlar, iffetlik ayollarga qarshi chaplash degan bir ayolni sen buzuq yoki uning kendi buzuq ayol, o yomon ishlarni qildigan, buzuqchilik qildigan fohisha ayol deb qo'yishlar emas. Onun olan bir yamanlaşıp kalgan bu vaqtlarda o buzuq, o zinaxo'r, o fahişe degan o'xshash gaplarni qilishmi, mana bu iffetlik ayollarga qarshi chaplashning qatoriga kirdi. Hatta uning yo'ldoshi bolalarni tillashmi, shuning qarshi chaplashning qatoriga kirdi. O'xshash og'ir cho'ng gunoh bo'ldi. Buzuq ayol deyish zinaxo'r degan ma'noni ifodalaydi. Qandaq bir er yoki ayol qandaq bir erga yoki ayolga
zinaxo'r desa, masalan, bir erga zinaxo'r desa, o'zining rostligini isbotlay olmagan taqdirda, ya'ni shu so'zning rostligini isbotlay olmagan taqdirda uningga 80 darra urush jazosini berish kerak. Bu Alloh taoloning buyrug'i. Men achchig'imni deb qo'ydim, chaqchaq deb qo'ydim degan birda achchig'ida o'zini tutolmagan vaqtlar deydigan gap emas bu. Unda tugaydigan ish emas. Bunga Allohning buyrug'i bilan islom qonunini yurgizaman desa, Allohga ishonaman, men bir musulmon, mening yaratquchim Rabbim desa, uni shu 80 darra urish kerak. Delil isbot kelsak, Alloh taolo Qur'onda ko'rsatgandek, qandoq bir erga yoki ayolga tuhmat qilgan kishi so'zning rostligini tasdiqlaydigan 4 guvohchi keltirish lozim. Agar dalil isbot keltirilmagan taqdirda qarlangan er yoki ayol arz qilsa, qarlig'uchiga darra uriladi, ya'ni 80 darra uriladi. Xuddi shuningdek, quli yoki cho'risiga zinaxo'r, fohisha, buzuq deb tuhmat qilsa, degan so'zni isbotlanmagan taqdirda shar'iy jazoga tortilib 80 darra uriladi. Chunki Sahih Buxoriy va Sahih Muslimda rivoyat qilingan bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: kimki qulini yoki cho'risini zina bilan qorilsa, amaliyat uning deganidek bo'lmagan taqdirda qiyomat kuni shar'iy jazoga tortildi. Qiyomat kuni jazoga tortildi, bu dunyoda jazoga tortildi. To'lim afsuski, nurg'un nadon va johil kishilar oxiratda jazoga tortiladigan bu qabih so'zlarni qilishga mubtalo bo'lmoqda. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kishi harom ekanligini o'ylamasdan biror so'zni qilib soladi. Biroq shu so'z tufayli mashriq bilan mag'rib orasidanmi cho'nqur bo'lgan jahannamga yiqilib tushdi degan. Muoz ibn Jabbal radhiyallohu anhu: "Ey Allohning payg'ambari, qilgan so'zlarimizdanmi so'roqqa tortilamdiq?" deb so'raganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ey Muoz, aqling nakatda, insonlarning do'zaxga dim tushishining sababi ularning ashu tillarining kasofatidan emasmi?" deb javob bergan. Imom Tirmiziy, Ibn Majah, Imom Ahmad rivoyat qilgan sahih hadis. Yana bir hadisda bunday deyilgan: Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan kishi yaxshi so'z qilsin yoki jim tursin. Birlikka hadis. Alloh taolo o'zining dasturi Qur'on Karimda sura Qafning 18-oyatida bunday degan: "O qandoq bir so'zni qilmasin, uning oldida hamon farishta hozir bo'lib kuzatib turdi." Bu yerda gap so'z men chaqchaq qo'ygan yoki achchig'imni bosolmay deb qo'ygan yoki terib ketib deb qo'ygan, u rost emasdi, uni degan hammadan deydigan gap emas. Gap deyilgandan keyin ikki mo'rdagi farishta har vaqt uni yezib turdi. O qiyomat kuni hisob berishga ichildi. O daftar ichildi, shuning bilan qiyomat kuni hisob berildi. Shunga bu ishlarda alohida diqqat qilishimiz kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday deydi: "Alloh eng yomon ko'radigan kishi sat va qabih gap qiladigan kishidir." Imom Tirmiziy rivoyat qilgan sahih hadis. Shunga pok, sifatlik ayollarga qor chaplashdan yoki boshqalarni tillab, uningki ayolini, onasini tillab turib, boshqalar bilan so'qishdan o'zimizni neri qilishimiz, hazar aylashimiz kerak. Unda qilmaganda achchig'imda degan bilan shuningki ayoli yoki shu kishilarning onasi sifatlik ayol bo'lsa, qiyomat kunida hisobini belgilab bo'lmaydi. Allah derslerimizni
manfaat qilib bersin. Hamma qarindoshlarga Alloh hidoyat qilsin.